Sneddon sindromi. Bosh miya qon tomir kasalliklari generallashgan to'rsimon livido deymiz. Bu lividoning ma'nosi ko'kargan dog', ya'ni terilarda uchraydigan ko'kargan dog' yoki to'rsimon pigment kechishi ko'rinishda teri o'zgarishlarida kechadi. Kasallik qon tomir devori intima fibra mushaklarda, qon tomir devoridagi mushaklarda elastik giperplaziyasi ko'rinishdagi kichik va o'rta kattalikdagi arteriya qon tomirlarining keng tarqalgan shikastlanishi bilan kechadi. Bu holat bosh miya va yurak qon tomirlarining tromboziga moyil bo'ladi. Bu ayollarda ko'p uchraydi, yoshligidan boshlanadi va asta-sekin progressiv rivojlanib boradi. Ko'rinishlari qanday bo'ladi? Vazomotor bosh og'rig'i kechadi, surunkali bosh miya qon tomir yetishmovchiligi bo'ladi, o'tkir va takrorlanuvchi bosh miya qon tomir yetishmovchiligi yoki qon aylanish buzilishi. Alomatlari qanday? Epileptik tutqanoqlar kuzatiladi, giperkinezlar, xotira yo'qolishi, demensiya holatlari, yurak qon tomir patologiyasi va periferik qon aylanishining buzilishi belgilari. Ya'ni yana shu bilan birgalikda akrotsionoz, Reyna sindromi elementlari kuzatilishi mumkin. Va oxirgisi trombotsidopeniya ham kuzatiladi. Kompyuter tomografiyasi va magnit-rezonans tomografiya tekshiruvlari shuni ko'rsatadiki, bosh miyada past zichlik o'choqlarini, ya'ni miya infarktlari va bosh miya to'qimasi atrofidagi belgilarni aniqlaymiz. Ultratovush tekshiruvi va angiografik tekshiruvlardan bosh miya tomirlarining stenozi va okkluziyasini ko'rsatib beradi. Patogenezi noma'lum. Immunitet holatining o'zgarishi antifosfolipid omili bilan birgalikda va fosfolipidlarga antitelo hosil bo'lish shakllanishi shubha ostida bo'ladi. Shuningdek, sindrom tizimli qizil volchanka deymiz, yuguruk bilan bog'liq degan taxmin ham mavjud. Bu esa livido tipidagi teri o'zgarishlari bilan kechadi. Kasallik 1965-yilda Sneddon tomonidan tasvirlangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling, kuzatib boring.